Hammaga assalomu alaykum. Promotion platformasining o'quvchilari. Bugungi darsimizda Adobe Premiere Pro dasturida asbob-uskunalar bilan yaqindan tanishamiz. Adobe Premiere Pro dasturidan foydalanayotgan paytimizda biz uchun kerakli asbob-uskunalar paneli mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Agarda sizlarda bu instrumentlar bo'limi yo'q bo'ladigan bo'lsa, Windows bo'limidan Tools'ni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda bizga kerak bo'ladigan funksiyalardan bittasi bu Selection Tool. Ya'ni bu funksiyani bemalol biz va klavish orqali o'tkazishimiz yoki tanlashimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, V klavishini bosganimizda bu selection tool ishga tushadi. Bu tool vazifasi nimada? Bu tool asosan har xil sekvensiyalarni yoki materiallarni, muzikalarni tanlashda ishlatiladi yoki umumiy mana bu yerdagi ishodniklarni ham tanlashda foydalansak bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchi instrument bo'ladigan bo'lsa, bu Track Select Forward tool, ya'ni A'ni bosadigan bo'lsak, klaviaturadagi A tugmasiga integratsiya bo'lgan bu instrument biz bemalol timeline'ni o'zimiz xohlagan, ya'ni mana bu yerdan surishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni timeline'ni yo o'ng tomonga yoki chap tomonga surish uchun ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol tariqasida men bitga nimadir qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsam, shunchaki mana bu yerdan suradigan bo'lsam, mana bu yerdagi narsalar hech qanday joylashuvi o'zgarmasdan faqatgina shu yerdan ajraladi. Keyingi funksiyamiz esa Ripple Edit Tool deb nomlanadi va ushbu instrumentning vazifasi mana misol tariqasida ikkita kadr bor sizlarda, ikkita kadrning o'rtasini hech qanday joylarni ochmasdan surmoqchisizlar, bemalol mana shu instrument yordamida kadrlarni surishinglar mumkin bo'ladi va o'rtada hech qanday joy qolmaydi, ya'ni joyini ochmasdan suradi yoki ikkinchi kadrni mana bunday qilib kesmasdan mana bu kadrni, ya'ni birinchi kadrni kattalashtiradi yoki uzunligini cho'zadi. Xo'p, ushbu instrument bo'ladigan bo'lsa, timeline'da kadrlarni cho'zish uchun xizmat qiladi. To'rtinchi instrument bo'ladigan bo'lsa, bu Razor tool, ya'ni kesish. Mana misol tariqasida ushbu funksiya S, ya'ni klaviaturadagi S klavishiga bog'langan bo'ladi va biz bemalol ushbu funksiya yordamida o'zimizga kerakli kadrlarni kesib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Beshinchi funksiyamiz bo'ladigan bo'lsa, bu Slip tool deb nomlanadi va ushbu funksiyani biz bemalol klaviaturadagi Y klavishi yordamida ishga tushirishimiz mumkin bo'lar ekan. Va ushbu funksiyaning vazifasi kadrning umumiy uzunligini o'zgartirmasdan faqatgina ichki kadrlarni siljitadi. Ya'ni mana misol uchun, deylik mana bu videoni o'chirdim. Mana ichidagi time kodlarni o'zgartiradi. Deylik, bizga kadr qaysidir momenti kerak. Men misol uchun buni o'rtasini qo'ygan bo'lsam, menga bosh kerak bo'ladigan bo'lsa, buni bemalol boshigacha o'zgartirishim va surishim mumkin bo'lar ekan. Va bu yerda bizda hech qanaqa kadrlarni boshi ham, oxiri ham umuman o'zgarmaydi. 6-chi funksiya bo'ladigan bo'lsa, bu Pen tool. Pen tool yordamida bemalol biz mana bunday shape'lar yaratib chizishimiz va Pen tool yordamida o'zgartirishimiz mumkin bo'lar ekan. 7-chi funksiyamiz bo'ladigan bo'lsa, bu Shape, ya'ni o'zingiz xohlagan, istalgan shaklni chizishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni ustiga bosib turganingizda sizlarda 3 ta shakl paydo bo'ladi. Misol uchun menga dumaloq shakl kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunday qilib dumaloq shaklni chizib, FX Controls bo'limidan bemalol ushbu shaklni rangini o'zgartirib olsam bo'lar ekan. 8-chi funksiya bo'ladigan bo'lsa, bu Hand tool. Ushbu hand toolni biz bemalol klaviaturadagi H funksiyasi yordamida ishga tushirishimiz mumkin va ushbu funksiyaning vazifasi timeline'ni umumiy siljitish yoki surish. Ya'ni timeline'ga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi, lekin timeline'ning interfeysini yanada qulayroq ko'rish uchun, o'zimizga kerakli joyni ochib olish uchun yoki o'sha tayyor bo'lgan o'sha protsessdagi videoni mana bunday qilib xohlagan joydan ko'rsatish imkoniyatini berar ekan. Oxirgi funksiyamiz bo'ladigan bo'lsa, bu Type tool, ya'ni o'zimizga kerakli tekstlarni yozib olishimiz uchun ishlatadigan funksiya hisoblanar ekan. Bugungi darsimizda qanday qilib Premiere Pro'dagi asbob-uskunalar bilan tanishib chiqdik va keyingi darslarimizda bu uskunalar yordamida qanday qilib professional video montaj qilish sir-sinoatlarini o'rganamiz.